Odiyot surasi Makka da nozil qilingan 11 oyatdan iborat. Odiyot chopuvchi otlar. Surada janglarda matonat ko'rsatadigan chopqir otlar nomiga qasamyod etish bilan Alloh taolo ba'zi noshukur insonlarning Allohga itoatsiz va dunyoparast ekanini ta'kidlaydi. Mehribon va rahimli Alloh nomiyle qasamyod etaman, pishqirib chopadigan, chopganda tuyoqlaridan chaqmoq chaqnatadigan, tong paytida yov sari bostirib boradigan, bas o'sha paytda ortida chang qoldiradigan, shu chang bilan dushman jamoasining o'rtasiga kirib boradigan otlar bilanki, haqiqatan kofir bo'lgan inson Parvardigori ato etgan ne'matlarga noshukurdir. Yana u bunga noshukur ekaniga o'zi guvohdir. Yana u mol dunyo muhabbatiga juda qattiq beriluvchidir. Axir u bilmaydimi, qiyomat qoyim bo'lib, qabrdagilar tirilib chiqarilganida va dillaridagi sirlar oshkor qilinganida, ana o'sha kunda albatta Parvardigorlari ulardan qilib o'tgan ishlaridan xabardor-ku.